Endi birortasini tanlay olmaysan. Har joyda bo'lishing shart. Hamma narsani bilishing kerak. Tefo, sabrimni sinama. Ramiz qo'ng'iroq qildimi? Yo'q. Ali nimanidir rejalashtiryaptimi? Ali tog'a haqida nimanidir biladimi? Yo'q, hech narsani bilmaydi. Bo'l sherik. Kirmaysanmi? Chunki birgina xato, nazardan chetda qolgan bir og'iz gap bilan hamma narsani boy berish mumkin. Kim bilan gaplashding? Aytishga ham arzimaydi. Ishqilib birorta jangari film qo'yishyaptimikin? Bahor, senga nimadir bo'ladi deb juda qo'rqib yashadim. Tuzalib ketganingdan keyin ham o'z hayoting borligiga ko'nika olmadim. Doim seni to'xtatib qoldim, lekin endi bo'ldi. O'zing xohlagandek yasha. Tibetga boraman deganding, mayli bor. Yana hatto samolyot minishni o'rganmoqchi eding. Mayli o'rgan. Qanday xohlasang shunday yasha. Buning uchun nima kerak bo'lsa hammasi bor senda. Masalan, siz borsiz. Yo'q, men yo'qman. Unaqa qarama. Yo'q deb faraz qil. Nima qilasan? Quloq sol. Shu paytgacha senga bera oladigan hamma narsani berdim. Ishon berdim. Lekin bundan buyog'i o'zingga havola. Shunday bo'lsa nima qilasan? Xo'sh, bir ikkita rejam bor. Rejalarni qo'yaver. Uncha chalkash emas. Xayol surib ham o'tirma. Intil, faqat olg'a. Qo'rqyapsanmi? Yo'q. Endi qo'rqmayman. Siz ham meni rosa taltaytiryapsiz. Yo'q, ortiqcha xushomad yo'q. Shunday emasmi, Melixa? Lekin o'sha kuni ayni vaqtida keldi. Haligi bola kelganida. Qaysi bola? Mayli, Mumtoz, qarang, Ezil xijolat bo'lyapti. Nega xijolat bo'ladi onasi? Yomon gap aytdimmi? Hatto ustaxonada ham yordam berishga ulgurdi Jengiz o'g'lim. Hozir barmog'ini kesib oladi deb turdim. Lekin yo'q, ko'rsang ishonmasding. Xuddi 40 yillik duradgordek. Ishonaman Mumtoz amaki. Men ham Ezil haqida har kuni biror yangi narsa bilyapman. Lekin bu yerni juda yoqtirib qolganingni ko'zdan qochiribman, sherik. Bu uyni o'g'lidek bo'lib qolsan. Bu uyni o'g'li bor, siz ham Jengiz. Hech kimni o'rniga da'vogar emasman. Mer tushsin, keyin keta qolaylik. Yana uka o'rnida deb o'g'limizni ayab yurmanglar. Xavotir olmang, jilovni mahkam tutamiz. Siz ham xotirjam bo'ling, Melixa xola. Ezil bor ekan, xotirjamman. Endi bizga ruxsat. Sherik, o'zimiz keta qolarmiz. Mert baribir gazetasiga uchrash kerak. Shoshilma sherik. O'zimiz tashlab qo'yamiz. Ana o'zi ham keldi. Keldim. Dada, yaxshi qoling. Jengiz, o'g'limga yaxshi qaranglar-a. Men ham seni kichkinangga yaxshi qarayapman. Meni kichkinamga? Axir jan hunar o'rgangani kelyapti-ku. Ezil bilan Eyshan olib kelyapti. Lekin juda qobilyatli bola. Endi tez kelaversin. Kutaman, xo'pmi? Xo'p, Mumtoz amaki. Ko'rishguncha. Men hazillashgandim aka. Rostdan kino ko'ramizmi? Mingta ishimiz bor-ku. Tefo, bu sen bilgan kino emas. Hali kirgiz. Qani yursang-chi endi, bo'la qol. Bo'l. Kim bu ayiq? Bu ayiq biz qo'lini o'pgani kelgan ayiq. Soner keskin. Bizni olamda qirol bu ayiq. Kechki paytga tayyorlangan stol esingdami? Ha. Uni to'rida u o'tiradi. Nima, oq fotiha olgani keldikmi?
Faqat Fotiha emas, Tefo. Tomosha qil. Rais, Jim. Agar biz qul bo'lsak, ayb yulduzlarda emas, o'zimizda bo'ladi. Yur! O'tir, tomosha qil. Bodroq yeysanmi? yo'q aka, men keyingi paytlarda sal-pal qorin soldim. Sertoj, bizga bodroq olib kel, yugur. Bu ish menga yoqmadi. Sendan qimorboz chiqmaydi. Nega endi, rais? Meni ulardan qayerim kam? Endi nima desam ham yomon odam bo'laman. Ahmoqsan desam bo'lmaydi. Lekin na iloj, ahmoqsan. Jengizga ayt, o'tirgan joyida o'tirsin. Sendan qimorboz chiqmaydi. Selim! Bu yoqqa kel. Kela qol. O't. Sen haliyam shu yerdamisan? Kim eding? Cho'rtanali. Kesar. Cho'rt kesar. Hozir eslatib qo'yaman. O'tiringlar. Qulog'imga bir gap chalindi. Shunaqa kinolar shaydosi ekansiz. Ko'rganingizni to'plab yurar ekansiz. Hatto noto'g'ri eshitmagan bo'lsam, sizni kinoga doim dadangiz olib borgan ekan. Unga nima bo'lgandi? Film taqdimotida otib ketishdi. Ha, lekin qotilini ham yo'q qilishgan deb eshitdim. Yo'q qilishdi. Chunki o'zi qochmadi. Joyida turaverdi. Ramizga g'irromlik qilganga o'lim deb baqirdi. Kim edi-ya? Dushmanimni dushmani, do'stim deydigan mendan aqlli bittasi bor edi. Sezar. Bu odam meni dushmanim. Lekin men uchun balanddor. Eshitishimcha sizni ham dushmaningiz ekan. Dushmanim edi. Lekin murosa tanlanib kelishib olindi. Hamma narsa hal bo'ldi. Siz uchun ham hal bo'ldimi? Shuncha yil hech narsa qilmadim. Endi sen aytganing uchun qilamanmi? Men aytganim uchun emas, fursat yetgani uchun. Bu odam hech qachon bunchalar ojiz bo'lmagandi. Men ham ayrim narsalarni eshitdim. Men faqat eshitmadim, ko'rdim ham. Ertalab mashinasini topishdi, tushlikda o'zini, kechki payt murdasini topishsa... Xo'p, hamonki hamma narsa tayyor ekan, o'zing nega qilmayapsan? Men ahmoqman, rais. Sizchalik kuchli emasman. Men qilsam, butun olam ustimga tashlanadi. Qoidani buzamiz. Men ham eplolmasam tamom bo'laman. Eplolsangiz, mukofot tariqasida qimorxonalarimdan ikkitasini sizga topshiraman. Hamma mijozlari bilan. Albatta, qimorxonalar meniki bo'lsa. Isini olib allaqachon qochib ketgandir. Hozir olisdadir. Uncha olisda emas. Shaharni narigi chetida. Xohlasangiz yo'q qiling, xohlasangiz borib hol-ahvol so'rang. Safimizga xush kelibsan, Cho'rtan Ali.